Uy! Bu yopishtirib tashyapti-yu. Yangi ishlab chiqarilayotgan zamonaviy Damas'ni eski Damas'dan nima afzallik taraflari bor? Hozirlar bilan ko'rib chiqamiz. Cobalt Gentra Nexus 3 da yo'q bo'lgan elektronli rul tizimi. Nima deyapti akalar? Endi siz Damas'ingizga Nexia chashka pachini qo'yishingiz shart emas. Tayyor elektronli rul bilan chiqyapti. 1,5 litrli 103 ta ot kuchiga ega bo'lgan motor. Plus konditsioner, ABS tizimi bor tormozda akalar. Ko'pchiliklar danlida ehtiyot bo'laverasizlar. Bemalol choylarni ichirib yuboradi. 6 talik skorost переключения. Mashina zadniy приводda harakatlanadi. Bu motorga ham propan, ham gaz uстановка qilsangiz bo'lar ekanda. Tayyor injektorni qotirgani joy ham qoldirib ketishibdi. Qadagi shuncha joy nima deyapti? Bemalol gaz yoki propan uстановка qilsangiz bo'ladi. Yokida akustika. Oynani qiynalib mestrovkaga o'xshab ochib yopmaymiz endi. Tayyor kulchatirlari bilan chiqibdi. Konserni qo'shib olib yoz paytida shunday yonboshlab tog'ga chiqib ketaverasiz o'rtoqlar bilan. Ham oilaviy, ham kraksiz ham bo'ladi-da bunda. Mashinaga yana nima yengilliklar qilsa bo'ladi? Kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videoda 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqadi. Shuni ko'rib chiqamiz.